Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, doktor Sherali sizlar bilan. Azizlar, bugun bir savolga javob berishga harakat qilaman. Javob berishdan oldin shuni aytmoqchimanki, bir necha soatlardan keyin nasib bo'lsa O'zbekistonga yo'l olamiz. Sirdaryo viloyati Yangir shahriga. Sizda agar men bilan uchrashish niyatingiz bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telegram nomeri, WhatsApp nomeri beriladi. Ya'ni ikkita nomer beriladi. Ikkovida ham WhatsApp, Telegram bo'ladi. Azizlar, insonlarning surunkali muammolari qiynaydi. Shu nevrozlarda ham, nevrozda, uyqusizlikda, depressiyada problema ko'pincha surunkali tus olishi mumkin. Ya'ni nevroz, depressiyalar cho'zilib ketgan bo'ladi, uyqusizlik cho'ziladi va insonda shu kasallik surunkali bo'lgandan keyin bitta savol bu insonni qiynashi mumkin. Anvar degan odam 2 yildan beri uyqusiz. Qanchada qutulsam bo'ladi deydi. Manzura degan ayol nevrozdan qiynaladi. 6 oydan beri. Qanchada qutulsam deydi. Akmal degan bola 3 yillik depressiya kasaliga chalingan, ya'ni depressiya kasaliga chalingan 3 yildan beri qiynaladi. Qancha vaqtda tuzalay deydi. Tuzalishi mumkin deydi. Azizlar, tuzalishga bir nechta faktorlar ta'sir ko'rsatadi. Birinchisi bu kasallikni darajasi. Kasallikni darajasi. Kasal yengil holatdami? O'rta holatdami? Og'ir holatdami? Shunday holat bo'ladiki, 6 yillik nevrozni ahvoli o'ta og'ir bo'lishi mumkin. 5 yillik nevrozni ahvoli o'rtacha darajali nevroz bo'lishi mumkin. Tushundingizmi? Bunday holatda 6 oylik og'ir nevroz 5 yillik o'rtacha nevrozga nisbatan tezroq tuzalishi ham mumkin. Demak, birinchi faktor bu kasallikning darajasi ekan. Ikkinchisi bu albatta kasallikning davomiyligi. Ya'ni davomiyligi, bir problema, uyqusizlik bo'ladimi, nevroz bo'ladimi, 20 kundan beri bezovta qilyaptimi yoki 6 yildan beri bezovta qilyaptimi? Albatta bu 20 kunlik bilan 6 yillik nevrozni shunday solishtirmoqchi bo'lsangiz, bu 6 yillik ekan degan fikr paydo bo'ladi. Kasallikning davomiyligi. Va uchinchisi va menimcha eng muhimi insonning xarakteri. Va insonni u yoki bu mutaxassisga qattiq ishonishi. Misol, 3 oydan beri nevroz, umuman doktorlarga ishonmayapti. Bitta dori bo'lsa bo'ldi, tezroq tuzalay, harakat qilgim kelmayapti deyapti. Ikkinchi odam 6 yil, 7 yildan beri nevroz bo'lib yurganini yuribdi, nevrozligini endi bildi. To'xta, shu doktor o'tir desa o'tiraman, tur desa turaman. Doktorni yaxshilab tanlayman, 3 tani, 4 tani, 5 tani, 10 tani sortirovka qilaman, orasidan bittasini tanlayman, undan keyin o'sha doktor o'tir desa o'tiraman, tur desa turaman degan xarakterga ega bo'lgan odam 6 yil, 7 yillik nevroz bo'lgan bo'lsa ham, mana bu 3 oylik qaysar nevrozga nisbatan tezroq tuzaladi. Tushunyapsizmi? Demak, insonni doktor tavsiyalariga bo'lgan ishonchi va amali. Ishonch, amal, sabr kerak. Azizlar, uyqusizlik surunkali bo'lsa ham, nevroz bo'lsa ham, depressiya bo'lsa ham, juda ko'p holatlarda bitta konsultatsiya yetarli bo'lmaydi. Misol, uyqusizlik bo'lsa, bir uyqusizlikni 6 yildan beri yoki 6 yil debman. Shu 4 oydan beri, 5 oydan beri yaxshi uxlay olmaydi, lekin 5 soat uxlaydi. Bundan qoniqmayapti-ya. Bitta gaplashib olib, tavsiyalarni olsa, shunga qat'iy amal qilsa bitta konsultatsiya yetarli bo'lishi mumkin. Lekin bitta uyqusizlik bor. 3 yildan beri triftazin ichadi, ketab ichadi, fenazepam ichadi. Bitta konsultatsiyada bo'lmaydi, do'stlar. Men nima qilaman sizlarga aldab? Yoki nevroz prosulpinga o'rganib qolgan, o'tiribdi, prosulpin
Bo'lmasa qaltirab ketadi, bitta konsultatsiyada yaxshi bo'lmaysiz katta ehtimol bilan. Depressiya haqida gap aytmasam ham bo'ladi. Depressiyaga ham katta vaqt kerak. Men bemorlarga konsultatsiya o'taman-ku, azizlar, shuni tushunib olishingiz kerak. Ko'p holatlarda konsultatsiya bu kasal bilan yaxshilab, shu kasal gaplashib olib, kasalni mutaxassis tanish kerak. Bir jangchi o'zini qilichini yaxshilab tanib olish kerak-ku, shu qilichni qanday ishlatishni bilishi uchun. Mutaxassis ham yaxshilab bemorni tanib, bemor bilan kelishib, kasallikni darajasini aniqlab, tashxisni qo'yib, xarita, shu tuzalish xaritasini, ya'ni ishlash xaritasini tuzib olish uchun bo'ladi konsultatsiya juda ko'p vaqtlarda. Albatta, agar 8 yillik nevroz bo'lsa ham, doktor, men bitta konsultatsiya olaman, bera olganingizcha 45 minut, 50 minut, 1 soat gaplashamiz, tavsiya ham berasiz, tamom. Desa, mayli, unda ham qilamiz. Ba'zi holatlarda agarda bir 2 yillik nevroz bo'lsa-yu, bitta gaplashsak-ku, doktor, nimaga yaxshi bo'lmayapman, yaxshi bo'ladi deysiz-ku, deydiganlarga aytmoqchi bo'lgan gapim. Azizlar, bitta konsultatsiya kamlik qiladi. Qayga borsangiz boring, qaysi mutaxassisga borsangiz boring. Tim bo'lasiz agar harakat qilmasdan turib natijani kutadigan bo'lsangiz. Keyin kim aybdor? Doktor aybdor, doktor aybdor, doktor aybdor. Bir mutaxassis bitta odam bilan gaplashar ekan, konsultatsiya falon pul degandan keyin konsultatsiya bir marta gaplashiladigan narsa aytiladi. Undan keyin misol konsultatsiya narxiga shu konsultatsiyadan keyin 2 marta yana gaplashish yarim soatdan yoki 5 marta 10 minutdan gaplashish kiradi. Deb degan narsa tushunilmaydi. Men hech bir insonga bitta konsultatsiyadan tashqari yana bir oy savol yarim soatdan yana gaplashamiz demaganman. Endi azizlar, bir bemorlarga shart qo'yishni plan qilib yuribman. Bitta doktor bor, professor, bemorlar bilan ishlaydi. Bemorlar agar shartni bir marta buzsa ogohlantiradi, ma'lum bir ogohlantirishdan keyin bu insonni kursdan chiqaradi. Tamom. Buni oqibatda nima bo'ladi? Buni misol kursdan chiqib ketgandan keyin odam o'zini xatosini tushunishi mumkin va bu mutaxassis kurs boshlanishidan oldin mana shu odamga mana shunday qoida borligini aytadi. Bemor ham hushyor tortadi. Bu shahar bedarvoza emas-ku kurs olish. Yoki bitta logopedni eshitdim men. Logoped mutaxassis shu bemor bilan ishlaydi ekan, agar bemor o'zini ustida ishlamayaptimi, shartda ishlashni to'xtatar ekan. Endi men ham shunday qilishim kerak. Hozir qilishni o'ylayapman. Hozir bemorlar nima qilyapti? Konsultatsiyani olyapti yoki ma'lum bir kursni olyapti, harakat qilmayapti-ki, mutaxassisni ayblayapti. Baraka topkur, mutaxassis shu Akmal bilan ham, Rahmat bilan ham shu konsultatsiya vaqtida 35 minutmi, 40 minutmi, 50 minutmi, 1 soatmi gaplashyapti. Ikkovi bilan ham gaplashyapti. Zora shu Akmalga foydam tegsa-yu, Rahmatga foydam tegmasa degan niyat bo'lmaydi. Nega? Bitta kurs ikkita bir xil diagnozli insonga bittasiga zo'r foyda qilyapti, bittasiga foyda qilmayapti. Siz 20 ta konsultatsiya olsangiz ham agar sizda tavsiyalarni bajarishga nisbatan barqarorlik bo'lmasa, stabilnost bo'lmasa, ya'ni mashqlar, dori bo'lsa dori, tavsiyalarni o'z vaqtida bajarmasangiz, natijani qayerdan va nega kutyapsiz? Sog' salomat bo'linglar. O'zbekistonda hozir juma, shanba, yakshanba qolishni o'ylayapman. Uyqusizlik, bel og'rig'i, bo'yin og'rig'i, bosh og'rig'i, nevroz, depressiya bo'lsa murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat.